Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Islom Jo'rayev. Siz YouTube'dagi YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun yana bir bor mol fermaga kelib mana video syomka qilyapmiz. Bu yerda novoslarni yemlashayotgan ekan. Shu haqda ozmi ko'pmi gapirib ko'rsatib bermoqchimiz. Qiziquvchilar bo'lsa, qani nima deydi? Bitta like bosib boringlar. Oldin videoni ko'ringlar. Yo'qsa, qanchadir ma'lumotdan keyin nimadir ko'rgan bo'lsangiz, maza qilib ko'rgan bo'lsangiz, albatta like bosish esingizdan chiqmasin, yoqmasa dislike. Va qandaydir ma'lumotga ega bo'lsangiz, siz ham shu novoslar yemlash haqida kommentariyaga yozib qo'ysalaring, do'stlarimiz kommentariyalarni o'qishganda ko'rib, o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olib olishi mumkin. Novos boqish masalasida umuman har kimda har xil usullar bo'lar ekan, ya'ni hamma ham o'zi xohlagandek qilib boqar ekan. Kimdirlar 3 mahal, 2 mahal yem berar, kimdir boshqalar bo'lsa 1 mahal yoki 4 mahal ovqat berib boqishar ekan va har kim ham puli yetganicha yoki o'zida bor ozuqa bilan boqar ekan. Ya'ni kunjara berib boqishadi, asosan kepak, mana silos, nimaiki bo'lsa maxsus ovqatlar, atallalar yem berishadi yoki pamoy berib ham boqishadi. Oshxonalardan chiqqan pamoylar bilan ham zo'r semiradi. Po'choqlarga yemlar sepib qo'shib berishadi. Hammada har xil yo'nalishda qanday ozuqasi borligiga qarab boqishadi. Eng asosiysi aytishyaptiki, fermer akamiz bilan gaplashdik. Nima berib boqishdan qat'iy nazar, grafik reja asosida berilsa, eng asosiysi shu deyishyapti. Ya'ni bugun ertalab kechqurun 1 kilodan 2 kilo yem bergan bo'lsangiz, uni ko'paytirib borish kerak asta-sekin deyishyapti. Ertasi kunga 1 kilo 50 grammdan 1 kilo 100 grammdan qilib, shuna qilib grafik asosida ko'paytirib borish kerak va soat ertalab 8 da yem yegan bo'lsa, ertasi kuni ertalab ham 8 da yem yeyish kerak. Kechki payt 6 da yem yegan bo'lsa, kechki payt har kuni 6 da yem yeyish kerak. Shunda novoslarimiz, hayvonlarimiz bir xil vaqtda yotadi, bir xil vaqtda turadi. Shu rejimga o'rganadi-da. Ya'ni bir xilda semirib boradi, vazn yig'ib boradi. Ya'ni bugun yarim kilo vazn yiqqan bo'lsa, ertaga ko'proq yig'adi. Shuna qilib maksimal 1 kilo 100, 1 kilo 200 gacha ham borar ekan buqalarimizning vazn yig'ishi. Endi har kimda har xil yo'nalish bo'lgandek, o'zi xohlaganday yemlashi, o'zi xohlaganday boqishi mumkin ekan. Bu yerda mana ozmi ko'pmi gaplashganmiz. Hozir shu videoni ham qo'yamiz. Ya'ni gaplashgan joylarimizda bu novoslar necha mahal yem yeyapti va nima yeyapti. Kimdir uyiga molxona qurmoqchi bo'lsa, mana o'zining tasvirda ko'rib turibsizlar umuman. Mollar qanday turibdi va oxiri bor, oldida temiri bor boylaydigan va boshi ustidan yurib o'tib ketmasligi uchun mana boshi tegmaydigan qilib, bo'yiga yetar yetmas qilib turba qo'yib qo'yishgan. Shu turba to'siq bo'lish kerak xolos. Boshqa qo'shimchalari yo kamchiliklari bo'lsa, uni o'zingiz to'ldirib mukammal tarzda qilishingiz ham mumkin. Yemlash jarayoni 6 oygacha davom etar ekan. Kimdirlar 6 oy, kimdirlar 8 oygacha ham. Lekin asosan 6 oyga mo'ljallanar ekan. Qattiq semirtirish jarayonida, ya'ni ko'pginadan yem berish 3 oy bo'lar ekan. 3 oy davomida ko'proq yem berish. Oldiniga suyakdan etni ajratib olish uchun yengilroq yem berib, 3 oy davomida yemlashga, umuman katta vazn yig'ishga tayyorlab borilar ekanda, so'ngra keyin 3 oy astoydil go'shtga boqilar ekan. Shunda 6 oyda novoslarimiz, buqalarimiz zo'r bo'lib, chiroyli bo'lib yetilaverar ekan. Buqalarni qaranglar mana. Hozir kattasi o'sha qorasi bo'lsa kerak-a? Nari chekkadagisi eng kattasi ekan. Mana ularda hozir tirik vazni qancha chiqadi? 1 tonnaga boradimi yo 8 kilo bormi? Yo'q, ozroq. Bozorda 10 million baland sotilayotgan novoslardan-da bu kattami? 1,5 metr balandda bo'yi. Narigi tarafidan ko'ramiz, mana kattalari bor ekan. Nargilari mana yangi tashalganlari. Bulari
Yangi olib kelib qo'shilganlari mana semizroqlari oldinroqdan turadiganlar. Endi ana 6 oylardan keyin 7 oy, 6 oy kunjara yem, har xil yem yeyishiga qarab mana bunday holatga o'tadi bular, ha. Semiradida xolos. Hozir silos bilan kepak berilyapti. Necha mahal o't beriladi hozir bularga? 2 mahal. Bir kunda 2 mahal silos beriladi. 2 mahal silos beriladi. 2 mahal silos. Undan tashqari yem yeydimi, nima yo'q endi? Kepak xolos. O'sha 2 mahal o'ti bilan bo'ladi. Agar yemlaydigan bo'lsalaring 2 mahal yem, o't 2 mahal berilaveradi, lekin yem ham 2 mahal berilaveradi. Yemni prosta ovqat kuchaytirilar ekanda, qarang. Suvni ham 2 mahal beriladimi? Suv ham 2 mahal. Hammasi 2 mahaldan, yozgi kunida 3 mahal, 4 mahal. Boshqa paytda 2 mahal. Ertalab kechqurun qorni to'q tursa bo'ldi ekan bularni. Kechqurun yotishidan oldin endi haligi kechga yotishdan oldin bularni qorni to'q yotish kerak-da. To'q yotmasa kechqurunga ves yig'mas ekan. Shuning uchun ertalabdan kechki payt to'yib yeb yotsa, shunda yaxshi yuqar ekan yegan yemi. Tursin sen? Bu necha yoshliga hozir bu? 2,5 yosh. 2,5 yoshda shunchalik bu. Katta. 2,5 yosh. Semiz ekan bu ancha. Mana yotganlari mana o'si. Hozir ko'rganimiz. Ancha semiz bo'lib turibdi-da. Bu ham turdi. Odamni suzadimikin bular? Sizmi? Katta buqalar mana. Yotishibdi, damda olishib. Kichkina bo'lgani bilan mana ham kichkinaga o'xshaydi, lekin semiz katta ekan. Bo'yinlarini qarang, to'lishib turgan. 2 yil, 2,5 yillik yoshlik qochalar ekan. Mana ular o'sha navbatdagilari. Ulardan keyin mana yetiladiganlari. Bular ham endi semirib yaxshi bo'lib ketar ekan. Ungacha bular o'sha dalada yurgan deydi-yu. Yaylovda yurib, dalada yurib kelganlari. Hozir ko'rinyaptimi, yo'qmi? Yonimda katta buqa. Endi kattaligi bilinmayapti-da shunga. Mana men oldida turibman. Qo'limni mana to'g'ri cho'zib turganimda 1,5 metr balandda bu. Mana yerga kamerani qo'yib katta bo'lib bo'lyapti buqalarimiz.
Mana bu sigirimiz yangi tug'ibdi ekan. Yigirma litr sut berar ekan bular bir kunda. Mana kichkina bolachasi ekan. Damda olib yotibdi. 20 litr sut beradigan molimiz mana. Suv qo'yib pishibdi. Bu yerda suv ichar ekan. Katta Golshtaynlar. 2 oyligi ham bor. 3 oyligi ham bor. 2 oylik, 3 oylik har xilmi? 1 oy. 15 kilolari ham bor. Bular haligi sal yetilib katta bo'lgan sari keyin boshqa quruqqa o'tib ketaverar ekanda boshqa joylarga. Ajratib. Mana ular haqiqatan kattaroq, kichikroq har xili bor ekan. Bular ham ikki mahal o'sha silos edi. Silosda xullas mana qarang. Makkasi ham bo'lish kerak. Sut qatiqlik paytida mana makkasi ham borda, doni ham. Mana shuni kepagam sepib berishyapti. Sut qatiqlik paytida silos qilib maydalanadi. O'shanda ham sochni sveji turadi, ham mana bu narsa molga yaxshi sutini ko'paytirib beradi. Sut mollarga zo'r bo'ladi-da silos. Xullas ham tayyor yem bo'ladi. Silos yeb ham mol ozib ketmasdan qaytaniga semiraveradi. Ayniqsa bo'g'oz mollar zo'r semirib qo'yadi silos yesa. Yem berish shart bo'lmaydi. Qorni to'yib yeb tursa bo'ldi.